Biz hech kim bo'lmasdik. Sizningcha ushbu kasblardan qaysi biri eng muhim? Menimcha advokat muhim. Menimcha jamiyatda eng muhim kasb bu tadbirkorlik. Menimcha shifokorlik eng muhim. Menimcha eng muhimi advokatlik. Nima uchun? Advokat bu bizga huquqlarimizni himoya qilish va qonunlarni tushunishda yordam beradi. Advokatlik kasbida qonun ustuvorligi birinchi rol o'ynaydi. Chunki tadbirkorlar ko'plab insonlarni ish bilan ta'minlaydi. Davlat rivojlanishida bu juda katta o'ringa ega. Shuning uchun tadbirkorlik sohasini birinchi o'ringa qo'yaman. Chunki ular bir kunda minglab insonlarning hayotini saqlab qolishga qodir. O'zingiz yoki yaqin insonlaringiz shifokorga muhtoj bo'lgandagina tushunasiz buni. Ular bemorlarni nafaqat davolashadi, balki ularning qalbiga taskin ham berishadi. Shuning uchun shifokorlik eng muhim kasblardan biri deb o'ylayman. Chunki ular inson huquqlarini himoya qiladi. Begunoh insonlarni adolatsizlikdan asraydi. Agar advokatlik bo'lmasa, insonlarni jamiyatdagi o'rni yo'qoladi. Shuning uchun ham advokatlik kasbi jamiyatda eng muhim kasblardan biri deb hisoblayman. Yaxshi keldingizmi? Yo'q, keling. Endi qanday fikrdasiz? Menimcha hammani fikri o'zgardi. Ustoz bo'lishini aytmagandilaringiz-ku. Albatta ustoz. Har bir advokatni yaxshi kadr bo'lib yetishishiga va inson huquqlarini yaxshi ta'minlab berishiga ustoz sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Agar fikrimni o'zgartirishga imkonim bo'lsa, men o'qituvchilik kasbini eng muhim kasb deb tanlayman. Ustoz bizlarga nafaqat yo'nalish beradi, tadbirkorning ham, shifokorning ham, sudyaning ham boshida ustoz turadi. Jamiyatning kelajagi ham, insonning taqdiri ham ustoz qo'lida shakllanadi. 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni muborak bo'lsin.